Bir yil 3 oydan beri yuribdi. Hali Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Mana Yangi O'zbekiston obyektidamiz. Yangi Toshkentda. Mana Zokir akam, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, zo'misiz? Mana mashinada bizani Blackline ballonlarimiz turgan ekan. Mana oldida 12:00 kamerali ballonimiz va Blackline. Zokir aka qancha yurdi bu taxminan sizda? 40 ming oshiq probeg berdi hozir bu. 40 mingdan oshiq probeg bergan, tishini 50% turibdi. Mana ko'rsating. Xo'p, bir kunda nechta reys qilasiz? Korotkий yurasiz-da? Korotkiyda ha. Aha, necha tonna yuk ortasizlar? Necha kubik chiqadi? Bu endi qurilishda ortiladi, og'irga ortiladi. Yo'llarni ko'ryapsizlar qanaqaligini, har xil yo'llar. Mana bunga qancha bo'ldi bu taqilganiga? Bu 1 yil 3 oy bo'ldi. 1 yil 3 oydan beri yuribdi. Hali tishlarini 65-70% yaqini turibdi. Pedigruzli yo'llarni ko'ryapsizlar. Qancha ortilyapti kuba to'g'risida? Qancha kuba? Kuba 20-22 ortiladi. 20-22 kuba. Kubasi 1,5 tonna, 30-35 tonna atrofida yurgan ekanlar. Balon bo'yicha fikrlaringiz qanaqa? Balon yaxshi, xudo xolasa. Uyaltirmadimi? Uyaltirmadi. Otib borib yo'lda qolib ketishlar bo'lmadimi? Klientlar bo'lib qolsa tavsiya qilasizmi? Yaxshi balon ekan, taqinglar, ishlatinglar. Rahmat. Maslahat beraman. Blackline kelsanglar, maslahat beryaptilar shofyor akamiz. Real holatda, realniy holatda olamiz. Kutamiz, kelinglar. Sog' bo'ling. Charchamang, ishingizga duochi. Rahmat.